boshlang. Yo'q, keyin egasizlar. Ha, assalomu alaykum liderlar. Assalomu alaykum liderlar. Mana Popning go'zal liderlardan 20% reklama menejeri Tillaxonga so'z beramiz. Ular ham o'zlarining natijalari bilan biz bilan bahramand bo'ladi. Qani sizda qanaqa natijalar bo'lgan? Qanaqa kasalliklar bilan kelgansiz bu yerga? Bir gapirib beringchi liderlar. O'ylab. Bunda juda ham tugulni buqoq, boshimda depressiya, qo'limda qolartiriklar bor edi. Disk berishani birinchi boshlarish edi. Alhamdulillah, Allohga shukr, 220 kun mana shu Ganoshfa mahsulotlarini ichdim. Shunaqangi zo'r natijalar oldim. Qo'rquvdan, depressiyadan, tugulni buqog'im yo'q bo'lib ketdi. Barmoqlarimdagi og'riqlar, qolartiriklardan to'xtadi. Alhamdulillah, Allohga shukr. Hozirgi kunda men sog'lomman. Mana sog'lom bo'lishim evaziga Malayziyaga malaka oshirgani keldim. Alhamdulillah, Allohga shukr. Gano mahsuloti zo'r. Rahmat. Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan ajoyib mahsulot haqida bo'lishmoqchiman. Bu reklama emas, chunki mana akkauntimda reklamalar juda ham kamdan kam uchraydi, bilasizlar. Shunchaki sizlar bilan bir tabiiy, sof, sizlarga ham bir qandaydir foydasi tegsa tegadi, zarari yo'q bir mahsulot bilan bo'lishmoqchiman. Bu Ganoshfa mahsulotidir. Bu kompaniya 1-2 yil oldin paydo bo'lib qolmagan. Kompaniya 10 yildan oshiq O'zbekistonda faoliyat yuritadi. Ganoning mahsulotlaridan o'zim ham 1 yildan oshdi iste'mol qilaman. O'shaning uchun bemalol sizlarga tavsiya etaman. Ishonib, o'zim shu mahsulotlarning foydasini ko'rganimdan keyin sizlarga men shu qaror qildim sizlar bilan bo'lishishga. Biz oilaviy kofe, kakao kashalaridan iste'mol qilamiz. Supremo kofesini men juda ham yaxshi ko'raman. Juda ham mazali. O'zi men kofe hayotda uncha ichmayman, yoqtirmayman oddiy kofeni. Lekin bu kofe juda ham mazali, ham foydali, ham kofening mazasi bor. Lekin zarari yo'q. Ertalab turganimizda unaqa ishtahamiz bo'lmaydi. Kimdir ishga shoshadi, kimdir o'qishga. Ana o'sha paytda Ganoning shu kofesidan ichib olsanglar, yonimda bor. Mana o'zingizni yengil his qilasiz, energiyaga to'ladi organizmingiz. Keyin boshqa